Assalomu alaykum. Kanalimiz ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Va mana bunday arashan qo'y ishqibozlar. Akalar, mana bugun hafta kuniga dushanba 2025-yil 21-aprel. Bugunga bir 21 ta qo'yimiz bor. Sizlarga shuni ko'rsatib o'tamiz. Bu afg'on ona bola. Mana. Yoshiga ham yosh 4 yosh. Jonivor o'ta chiroyli. Bu arashan qo'zi. Qo'zi hali. Bu iktish jonivor. Mana bu ona bola, afg'on. Mana bu bolasi arashan qo'chqordan qochgan. Mana bu oq iktish hali. Buni kashdan arashan bu 7 oylik qo'zi hali. Mana bu haligi afg'on ona bola. Onasi ham yosh 4 yosh. Bolasi 4-5 oylik. Qorasidan ham bor. Sarig'idan, kashtanidan hammasidan bor. Telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Arashan qo'chqorni zo'rini boqaman deganlar. Bu iktish oq jonivor. Bittadan like bosib qo'yaverasizlar. Bu qora ham qo'zi hali. Mana sariqqa qiziqadigan akalarimizga arashan. Tozasidan. Zotga bular hammasi. Jonivorda to'shini qaranglar, to'shin oldiga chiqqan variantlardan. Juda katta qo'ylar, bo'yi ham 95 kg. Bunisi 89. Shunaqa atrofida. Ona bola ham juda katta. Bu ham arashan qo'chqordan qochgan. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar akalar. Optim narxlarda. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab turasiz.